Bu tavsiyam homiladorlarga mumkin emas. Assalomu alaykum Shahzoda opa. Menda peshob yo'lida tuz qumlar bor ekan. Muolajalar samarasiz bo'lyapti. Tabiiy yo'l bilan qanday shifo topsam bo'ladi? Albatta, o'zimizni maymunjonni ildizini olamiz. Bu barcha bozorlarda bor. Bir siqimini 1 litrlik qaynab turgan kastrulkadagi suvga 40 minut, 50 minut past olada miltillatib qaynatib, 1 soatga damlab o'rab qo'yib, bir kunda 3 mahal ovqatdan yarim soat oldin 3 ga bo'lib ichiladi. O'zi 40 minut qaynagandan keyin, 50 minut qaynagandan keyin sizga yarim litr yoki 600 gram qoladi. Ana o'shani 3 ga bo'lib 10 kun ichamiz va qayta tekshiruvdan o'tiladi. Va mana shu qum tuzlardan xalos bo'lganingizga o'zingiz amin bo'lasiz. Mana shu tavsiyalardan foydalanib, peshob yo'lingizdagi qum tuzlardan xalos bo'ling. Muolaja muddati 10 kun. Agar sizda onkogematologik kasallik, onkovirusologik kasalliklar yoki disbakterioz kasalligi, vahma, vasvas, asab kasalliklari, uyqusizlik kasalliklari, qon bosimining oshishi, qon quyuqlik, pilonefrit kasalliklari bezovta qilayotgan bo'lsa, mana shu pastdagi raqamlarning telegramiga bizga analiz diagnozlaringizni jo'natsangiz, biz sizga o'z maslahatlarimizni berib boramiz. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilab qolaman.